Barchaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Bugungi kundagi obzorimiz Tiggo 2 Pro modelimizga bo'ladi. Xo'p, Tiggo 2 Pro modelimizni hozirgi kundagi chiroyli qilib ishlab chiqarilgan modelimizdan biri hisoblanadi. Shaharbob, ekonomichniy, yurishlari ham ancha yumshoq. Ko'rib turganingiz dizayniga ahamiyat bersanglar, polniy derskiy облицовкада ishlangan bo'ladi. LED faralar bilan jihozlangan bo'ladi. Motor qismimizga o'tadigan bo'lsak, 1 litr turbina bilan jihozlangan, 1.2 ot kuchisi bor. Oldi prividda bo'ladi. Ko'rib turganimizdek, xo'p, diska qismiga o'tadigan bo'lsak, R17 diskalar bilan jihozlangan bo'ladi. Двухцветный, sportivniy qilib diskalarimiz bor. Xo'p, salon qismiga bitta nazar solib ketamiz. Salonlarimiz keng bo'ladi. Ekokojadan jihozlangan, yumshoq plastik qo'shib ishlatilgan bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, удобно o'tiramiz. Xo'p, rulimizda abagrev bo'ladi, обязательный. Qish kunlarimizda ancha yaxshi, qo'llarga sovuq qolmaydi. Undan tashqari, ikkita oldi sidenamizda abagrevlari bor, u ham qo'l keladi. Keyin yana bitta plus tarafi, oldi orqa labovoylarimizni isitish tizimiga ega. Bu ham abagrevlari bor. Xo'p, zavod qiladigan bo'lsak, start-stop zavod bo'ladi. Tormoz bitta zavod qilamiz, zavod bo'lishlari ham ancha tez. Xo'p, rulimiz giravlika bo'lmaydi, elektrik rul bo'ladi. Bir ko'rsanglar bemalol yumshoqqina buriladi. Monitorimiz bo'ladi, mini 10 dyumli bo'ladi. Skoroskka olishlarimiz recheli bo'ladi. Elektronniy skorosklarimiz bor. Pastga qilsangiz tushadi, tepaga ko'tarsangiz chiqadi. Xo'p. Orqa qismiga keladigan bo'lsak, orqalari ham ancha keng qilib ishlangan. Polniy ekokoja bular ham bemalol shahar ichi yurishlaringizda zo'r. Orqa qismiga keladigan bo'lsak, polniy faralarimiz ulanib ketgan, kechqurun yurganingizda cho'tka orqanglarni harakatlanayotgan mashina zo'r ko'rsatib beradi. Bagaj qismimiz ancha keng bo'ladi. Xo'p, 420 litr hajmga ega. Xo'p, dakatkalari bor. Plus kelsanglar, xudo xolasa, propanlarni chiroyli ustanofga qilib beramiz garantiyalari bilan. Propan qo'yganimiz ham hisobiga ancha bagajimizga joy qolgan. Yopirishlari ham yumshoq. Spoilerlar bor, o'ziga yarasha chiroyli, kompaniya qilib ishlangan. Zo'r tarafimiz bor ekan. Lyuklari bor, o'zini minigina. Xo'p. Agar savolingiz tug'ilsa, izohlarga plus belgisini qoldirsanglar, menejerlar sizga aloqaga chiqishadi. Hurmatli obunachilarimiz, sizlarni Ahmad Donishevlarimizda kutib qolamiz.